Challenge for you. Kim eng ko'p hozir deb kechiktiradi? Assalomu alaykum, bratim. Qanday? Kim eng ko'p uxlaydi? Na mehr qoldi, na hurmat qoldi. Kim eng ko'p kuladi? Mashqilg'ing menga yoqmaydi, bilasan? Kim ovqat bo'lsa birinchi keladi? Kim eng ko'p telefon yo'qotib o'zi topadi? Og'a, siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q. Kim eng ko'p men emas deydi? Kim eng ko'p uxlaydi? Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Kim eng ko'p onani quchoqlab turadi? Kim eng ko'p shovqin qiladi? Kim eng ko'p hech narsa yemayman deb keyin hammasini yeydi? Bir falokat bola chiqdi insonga. Oshim bir Kimsiz uy zerikarli bo'ladi? o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Kim eng ko'p o'zini begunoh qilib ko'rsatadi? Kim eng ko'p telefon zaryadini 1% gacha olib boradi? Kim eng ko'p sir saqlay olmaydi? Kim eng ko'p oxirgi video deb yana 10 ta video ko'radi? Ketaman ey. Kim eng ko'p men jiddiy gapiryapman deb kulib yuboradi? Kim eng ko'p yo'q joydan muammo topadi? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emas. Kim eng ko'p men bilardim deydi, lekin asla bilmaydi? Kim eng ko'p kayfiyatni ko'taradi? Bo'ldi aka. Bizga obuna bo'linglar jigarlarim. Sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz.